Bir kuni esimda o'g'il bola jiyanimni qilgan ishi esimga tushyapti-da. Alam qilib ketadigan narsalar ko'p bo'lgan. Ikkita ishda ishlardim. Ertalab soat 8 dan 2 gacha poliklinikada ishlardim. Keyin poliklinikadan ishdan chiqardim 3:30 da. Rovna 3:30 dan to kechki paytga 8-9 gacha ikkinchi ishimda operatorlikda call centerga ishga chiqib ketardim. Yarim stavkada operatorlikda, bir stavkada poliklinikada edimda. Medikada, medsestra edim. Obetlangani uyga kiribman. Uyga kirsam jiyanim o'zi o'tirgan ekan, opam bilan pochcham yo'q ekan. Ovqatni bundoq qarasam ovqatlanib o'tirgan ekan. Jiyan dedim, "U bu narsa yeysanmi? Bu narsa isitib beraymi?" desam, esimda bor, stol ustidagi hamma narsa, mana chinni narsalar yerga otib sindirib tashlagan. Sindirib otib tashladi menga. Qo'lim tirsagimga, u paytda hali o'ranmagan davrim edi. Qo'lim mana bunaqa tirsak qismimga shishani otganda, mana nima deydi, shisha deydimi? Shishani sinig'i shunda kirib qolganda, men uni o'zim medik bo'lganimcha obработка qilganman. Opam bilan pochcham toqqa ketgan ekan. Tog'dan qaytib kelishgan kechki payt. Kechki payt kelgandan keyin opa mana jiyani o'g'lingiz narsalar otib sindirib tashladi. Qo'limga shishani sinig'i kirdi, otgan paytida idish tovoni otib sindirganda. Mana qarang, shishani sinig'ini nimasi izi hali ketgani yo'q. Hozir bitib ketgan. Lekin barcha nima deydi, opamning qing'ir gaplari boshlanib, o'g'lini yana tarafini olgan. Sen o'zing otib narsani sindirib, sen o'zing veneni kesib qo'yib, u yoq bu yog'ini o'g'limga to'nkayotsan, tuhmat qilyapsan o'g'limga deb yopishib ketgan. O'sha paytda bizning bitta qo'shnimiz bo'lardi, qozoq qo'shnimiz bo'lardi. Chiqqanda, "Yo'q, nima kennayi" degan. Nima Sitoraxon degan haq gapiryapti. Sizni o'g'lingiz rosa haqoratlab so'kdi, buni biz ovozini eshitmadik. Lekin o'g'lingiz qanaqa haqorat qilib turib, ammasini qanaqa qilib haqorat qilib so'kayotganini, nima deyotgan hammasini eshitdik degan. Hammasini eshitdik. Xohlasangiz men hozir brizki qilaman degan qo'shni aytgan. Brizki qilaman, Sitoraga biz turib beramiz. No, sizni o'g'lingizni panelniga qamoqxonaga 15-20 sutkaga jo'natib yuboramiz degan. 15 sutkaga panelniga olib ketishgan o'sha paytda. Opam keyin panelniga ketayotgan joyida shtraf bilan, pochcham bilan opam shtraf bilan olib chiqib olgan. O'sha esimda. Chahdimi? Yo'q, otsangiz yana qoladi. Endi. O'ltirib. Ibrohim qoch endi.